O'zbekiston Davlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi tomonidan jamoatchilik ishtirokida maishiy korrupsiya holatlarini o'rganish va tahlil qilish loyihasi doirasida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazildi. Savol shunday iboratki, ushbu so'rovnomani o'tkazishdan maqsad nima edi va bu qanchalik amalga oshdi? O'zbekistonda biza asosan shu nodavlat notijorat tashkilotlarimizni qamrab oldik ushbu loyiha doirasida. Ya'ni maishiy korrupsiya haqida prezidentimiz o'tgan yilda 2025-yil 5-mart kuni Respublika korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashida o'shaning raisliklarida bo'lib o'tgan o'sha yig'ilishda umumiy korrupsiyaning 75% aynan joylarda, mahalliy darajalarda, hatto mahallalar darajasida demak maishiy korrupsiya ko'rinishida saqlanib qolayotganligi va bu kengayganligi haqida fikrlarni bildirib, o'sha milliy kengashni demak bayonnomalarida shunaqa topshiriqlar bilan chiqdi va bu maishiy korrupsiyaga qarshi kurashishni boshlashdan avval uni tahlilini o'tkazish kerak. Chunki maishiy korrupsiya shunday ildiz otgan bo'lishi mumkinki, ya'ni aholi uni oddiy hol deb qabul qilish darajasiga yetgan bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan demak mana shu korrupsiyaga qarshi kurashish, xususan uni demak maishiy ko'rinishdan bartaraf etishda davlat siyosati ustuvor deb belgilandi bu masalada va shu nuqtai nazardan Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi mablag'lari hisobidan O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi tomonidan mana shu loyiha amalga oshirildi va asosan bu yerda bizani o'rganishimiz kerak bo'lgan masala korrupsiyaning tarqalish darajasini, uni asosiy sabablari va aholini mazkur illatga nisbatan munosabatini o'rganishdan iborat edi. Va o'ylaymanki, bu natijalar hozir suhbat davomida aytib berishimiz mumkin va o'ylaymanki, bu natijalar tahlili shu narsani ko'rsatdiki, biz shu maqsadga erishdik, sabablari aniqlandi. O'sha O'zbekistonda ma'lumki 10 mingdan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlari bor. Buxoro viloyatida 600 dan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat yuritadi. Shundan 200 tasi bizda assotsiatsiyamiz a'zosi hisoblanadi. Mana shu nodavlat notijorat tashkilotlarini o'rtasida o'tkazdik va ulardan demak mana shu ijtimoiy so'rovnomamizda ishtirok etishlari natijasida demak olingan fikrlar tahlil qilindi va bugungi kunda mana kuni kecha davra suhbati tashkil qilib, buni natijalarini nodavlat notijorat tashkilotlarga e'lon qilib berdik. Tabiiyki, savol tug'iladi. So'rovnomada kimlar ishtirok etdi va qancha respondentlarni qamrab oldi bu so'rovnoma? So'rovnoma butun O'zbekiston Respublikasi hududlarida, barcha hududlarni qamrab olgan holda o'tkazildi. Respublika bo'yicha 2324 nafar respondentlar ishtirok etdi va bizani asosiy demak tuzgan savollarimiz bu demak 24 ta savoldan iborat bo'lib, shundan 5 tasi ijtimoiy demografik ma'lumotlar, ya'ni respondentlarning yashash hududlari, yoshi, jinsi ma'lumoti kabi ma'lumotlardan iborat edi va biz asosan mana raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, yosh guruhlari kesimida tahlil shuni ko'rsatdiki, ishtirokchilarni demak katta qismi, ya'ni 28,5% 35-44 yosh atrofida, 20,9% 25-34 yosh atrofida. Agar ikkalasini ham qo'shadigan bo'lsak, 50% ga yaqini bu 35 yoshgacha bo'lgan, demak 44 yoshgacha bo'lgan faol qatlamni qamrab oldik. Ushbu ijtimoiy so'rovnoma orqali maishiy korrupsiya tushunchasiga nisbatan fuqarolarning qarashlari, jamiyatda uning tarqalish darajasi holati o'rganildimi? Umuman maishiy korrupsiyani fuqarolar qanday tushunadi degan dastlabki savollarimizda biz shu narsaga guvoh bo'ldikki, fuqarolar maishiy korrupsiyani turli xil talqin qilar ekan. Ya'ni ayrim mana katta qismi so'ralganlar respondentlarning katta qismi 50% dan ortig'i demak davlat xizmatlarida pora va manfaat evaziga xizmat ko'rsatish deb tushunadi maishiy korrupsiyani. Yana bir shunaqa javoblar bo'lganki, bu tanish bilish orqali masalani hal qilishni ham maishiy korrupsiya sifatida talqin qilishar ekan. Endi jamiyatda maishiy korrupsiyaning tarqalish darajasiga oid berilgan savolimizga ko'ra, so'ralganlarning 41,4% qisman tarqalgan degan xulosani berdi. Bu albatta oxirgi 10 yilda bo'layotgan mana shu korrupsiyaga qarshi kurash sohasida olib borayotgan davlat siyosatini natijasi deb hisoblaymiz va bu 19% so'ralganlar demak keng tarqalgan degan xulosani berdi. Ya'ni bu ikki holatda ham birinchidan
maishiy korrupsiyaga nisbatan qarash, qanday uni tasavvur qilishlari va nima o'zi maishiy korrupsiya degan savolga javob olindi va uning tarqalganlik darajasi, ya'ni ularning munosabatidan kelib chiqib berildi va fuqarolarimizdan yana shu narsa so'raldiki, maishiy korrupsiya ko'proq qaysi sohalarda uchrashi haqida savollar berildi. Endi qatnashgan respondentlarning 58% dan o'rtog'i tibbiyot sohasida deb bergan, 46% esa ta'lim sohasida, 36% demak, ya'ni bu savolga bir nechta javoblarni belgilash so'ralgan edi. Mana shu ko'rsatkichga ko'ra davlat xizmatlarida ham maishiy korrupsiya kuzatilyapti deb o'zlarini munosabatlarini berganlar. Maishiy korrupsiyaga shaxsan duch kelganmisiz degan savollarimizga, oxirgi 1-2 yilda shaxsan duch keldingizmi degan savollarga, demak, ko'pchiligi shaxsan duch kelmaganmiz, lekin bu haqida xabarimiz bor degan javoblar qoldirishgan. javoblar berishgan. Tushunarli. Mana loyiha doirasida 20 dan ortiq savollar berildi. Jarayon yakunlangan, qanday xulosalarga kelindi? Demak, o'tkazilgan ijtimoiy so'rovnoma natijalari O'zbekistonda maishiy korrupsiya jamiyat hayotida hanuz dolzarb muammo sifatida saqlanib qolayotganini ko'rsatdi. Mana shu jami 2324 nafar respondent ishtirok etgan mazkur so'rovnoma aholini turli yosh, ta'lim va ijtimoiy qatlamlar qamrab oldi. Olingan natijalar jamiyatdagi real holatni aks ettiradi deb hisoblaymiz. So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning aksariyati maishiy korrupsiya davlat xizmatlarida pora berish, tanish bilish orqali masalani hal qilish hamda pul yoki sovg'a evaziga yengillik yaratish kabi holatlar bilan bog'lanmoqda. Bu birinchi xulosamiz. Ya'ni bunda ishtirokchilarning katta qismi maishiy korrupsiyani juda keng va qisman tarqalgan deb baholagan bo'lib, bu holat aholi ongida mazkur illatning mavjudligi va jiddiy muammo ekanligini ko'rsatyapti. Yana bir xulosamiz, maishiy korrupsiya ko'proq o'sha tibbiyot, ta'lim, davlat xizmatlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyati bilan bog'liq sohalarda uchrayotgani ham qayd etildi. Aynan ushbu sohalar aholining kundalik hayotida eng ko'p murojaat qilinadigan yo'nalishlar hisoblanadi. Bu esa maishiy korrupsiyani fuqarolar hayotiga bevosita ta'sir qilayotganini anglatadi. So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, fuqarolarning muayyan qismi so'nggi 1-2 yil ichida maishiy korrupsiya holatlarida shaxsan duch kelgan yoki unga guvoh bo'lganligini ham mana shu so'rovnomada aniqlandi. Umuman olganda so'rovnoma natijalari maishiy korrupsiyaga qarshi kurashda tizimli, kompleks va jamoatchilik ishtirokini kuchaytirishga qaratilgan yondashuv zarurat bo'lib qolyapti. Ya'ni bizda asosan jamoatchilik nazorati degan o'sha institutdan ko'proq foydalanishimiz. Ana shaffoflik, ochiqlik siyosati mana raqamlashtirish hisobidan ta'minlanib borilyapti va fuqarolarimiz ham bu narsada faol ishtirok etishi kerak. Bu faol ishtirok etishi degani bu qabul qilinayotgan qaror, farmonlar bor. Amalga oshirilayotgan demak islohotlarga befarq bo'lmasdan, ularning ijrosi joylarda qanday ketayotganligi, har bir o'sha davlat organlarini demak faoliyatini ustidan jamoatchilik kengashlari, nodavlat nochora tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari va faol fuqarolar, jamoatchilik bunda asosan faol bo'lib, jamoatchilik nazoratini amalga oshirishi kerakligi, demak, zarurat hali ham mavjudligini xulosalarimizdan biri sifatida ko'ramiz.